Voleybol. Hey! Gol! Voleybol! Selam. Sen nechikdir sayyor o'ynaysan? Ha? Voleybolda qoidalar boshqa bit. Bo'lsasin, aminim o'z qoidalarim. Hayda o'ynaymiz. Yo'q, Tosha, men bulay o'ynamayman. Qoida bo'yicha o'ynaylik. Nega? Anglamayman. Yarar, hayda oshaqliq. Toyroy. Ashabız sport ilina birga, tilaymiz sportchi bo'lirga. Selam. Siz nega voleybol o'ynamaysiz? Zo'si ismli qush qumashovli. Bir kimga da qumashovlamayman. Mening o'ynaysim kela. O'yinni kuzatik, narsalar bo'lar. Birinchi qoida. To'pni yetma osha irg'itamiz. Irg'ita, bek xatar. Zosia, bo'lay yoramay bit. Menga shulay o'shay. O'yinda men jingdim. Mana ko'rdingizmi? Gul qumashovli. Yarar. Ikkinchi qoida. To'pni to'targa yoramay. Sug'arg'ag'ini yoray. Hop! Bu yo'lda men jingdim. Sen qoida bo'yicha o'ynamaysan. Uchinchi qoida. Kim to'pni tushira, shul jingila. Hop! To'p uchun kurash bari bo'lmadi. Do'stlarimizga o'ng'ish yilmaymadi. Qo'l qo'yingizda olig'iz. Angladim. Agar har birimiz nechik tilasa shulay o'ynasa, o'yinni o'ynab bo'lmayashaq. Hurmatli Zosia, zinhar qoidalar bo'yicha o'ynali. Eng tirish o'yinchiga bek ko'p damli oshliq birtiga berilashak. Qoida bo'yicha o'ynalg'ach shap shul. Biroz o'rangach, to'plar yonina qo'naqqa boramiz. Zosia bilan voleybol o'ynarmiz. Barin bildiramiz, barini ustamiz. Multserial Shoyan TV kanalında tercüme etildi.